Demak, A mashqiga e'tibor qaratamiz. Birinchi savol. Savolda aytilyaptiki, hajmi 2 litr bo'lgan idish 6 mol A gazi bilan to'ldirildi. 10 sekunddan keyin 2 mol gaz qoldi. Demak, reaksiya o'rtacha tezligini aniqlang debdi. Demak, reaksiya tezligi V bilan belgilansa, buni topish uchun molga bog'liqlik bo'ladigan bo'lsa, molni farqini bo'lamiz hajmga va ketgan vaqtga ko'paytirib olishimiz kerak. Endi bu yerda molyar konsentratsiyaga o'girib olsak ham bo'ladi, ya'ni molni hajmga bo'lib, to'g'rimi? Yoki molyar konsentratsiyani topib turib, mana bu V teng konsentratsiya, molyar konsentratsiya bo'lingan vaqt deyishimiz ham mumkin. Demak, bizga qaysi biri qulay bo'lsa shu. Bu yerda bilib qo'yishimiz kerak, mana bu mol sarf bo'lgan mol hisoblanadi. Mana bu esa T ketgan vaqt, ya'ni sarflangan vaqt, sarf bo'lgan vaqt. Yoki mana konsentratsiya bo'lsa ham xuddi shu. Xo'p, demak, birinchi savol ishlanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizda 2 litr hajm bor ekan, 6 mol A gazi bor ekan. 10 sekunddan keyin 2 mol qolibdi. Demak, tezlik teng. Demak, 6 mol bor edi, bundan 2 moli ketdi. To'g'rimi? Bo'lingan vaqt 2 litr ko'paygan 10 sekund. Mana 10 sekund. Teng. Xo'p, demak 4 mol nima bo'ldi? 4 mol sarf bo'ldi. Demak, 2 ni 10 ko'paytirsak 20 litr ko'paygan sekund bo'lyapti. Teng. Demak, 4 20 ga bo'ladigan bo'lsak 0.2 birligi mol taqsim litr ko'paygan sekund bo'ladi. Masalan, javob yechildi. To'g'ri javob B va javob deyishimiz mumkin. Xo'p, ikkinchi savolga e'tibor qaratamiz. Hajmi 4 litr bo'lgan idishda 6 mol A gaz bilan to'ldirildi. 30 sekunddan keyin 3 mol gaz qoldi deyapti. Demak, 6 mol gaz bor edi. Demak, 3 mol qoldi. Ayirib olsak, demak 3 mol sarf bo'lgan mana. 3 mol sarf. Endi ketgan vaqt 30 sekund ekan. Mana T 30 sekund ekan. Lekin bizda tezlik so'rayotgani minutni so'rayapti. Shuning uchun biz buni 60 ga bo'lib minutga aylantirib olamiz. 0.5 minut bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, endi nima qilamiz? Endi tezlik topib qo'yamiz. V teng. Demak, 3 mol sarf bo'lgan modda 3 mol. Xo'p. Hajm 4 litr ko'paygan 0.5 minut. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, 4 ni 0.5 ko'paysa 2, 3 2 ga bo'lsak 1.5 mol litr minut bo'ladi. Tezlikni birligi. Masalan, javob yechildi. Demak, 1.5 to'g'ri javob D javob deyishimiz mumkin. Davom etamiz. 3-savol. Hajmi 10 litr bo'lgan idishda 8 mol A gaz bilan to'ldirildi. 0.5 minutdan keyin 2 mol qoldi deyilyapti. Demak, bu yerda qiladigan ishimiz vaqtni minutdan sekundga aylantiramiz. Ya'ni 0.5 minut bor ekan, uni ko'paytiramiz 60 ga. Ko'paytirsak natijada 30 sekund kelib chiqadi. 30 sekund. Xo'p, endi konsentratsiya, ya'ni yoki molni farqi kerak bizga. E'tibor bering, 8 moldan 2 mol qolibdi. Bu degani 6 mol sarf bo'libdi. Demak, formula bo'yicha V teng, demak 6 mol sarf bo'lgan, 6 mol ketgan vaqt. Demak, hajm 10 litr, ketgan vaqt 30 sekund. Demak, 6 ni bo'lib olishimiz kerak ekan. 10 ko'paygan 330 bo'lsa, demak 300 ga. Demak, 2 ikkita belgi ustidak 0.02. Birligini yozib o'tirmadim. To'g'ri javob shunda mana 0.02 bo'lar ekan. A javob to'g'ri. Xo'p, demak 4-savol. Savolda nima deyilyapti? E'tibor beramiz. Xo'p, endi demak 8 mol modda bor ekan. 8 mol. Demak, undan 3 mol qolibdi. Demak, 3 mol qolgan bo'lsa, ayirib olsak 5 mol modda sarf bo'lgan. 5 mol modda sarf bo'lgan. Xo'p, endi 0.5 minut vaqt yetibdi. Lekin bizda tezligi sekundda so'rayaptimi? Yo'q, minutda so'rayapti ekan. Shuning uchun bu minutligicha qolaveradi. Endi formulaga qo'yamiz. V teng 5 mol sarf bo'lgan hajm 10 litr. Mana 10 litr ko'paygan 0.5 minut. Demak, 10 ni 0.5 ko'paysa 5, 5 ni 5 ga bo'lsak 1 mol litr bo'lar ekan. Ya'ni bu tezligimiz. Xo'p, davom etamiz. 5-savolga e'tibor qaratamiz. Savolda nima deyilyapti? Hajmi 10 litr bo'lgan reaktorda
Demak, 1,35 minut davomida modda miqdori 12,4 moldan 4,3 molgacha kamayibdi. Tezligi toping debdi. Yaxshi. Demak, 5-savolga e'tibor qaratamiz. Nima berilgan bizda? Hajm berilgan qancha? 10 litr. Xo'p, moddani moli berilgan. Mol. Demak, 12,4 mol edi, bu 4,3 molgacha kamaydi. Nima qilamiz? Ayirib yuboramiz. Ya'ni 12,4 dan 4,3 ayirsak 7, yo'q. 8,1 bo'lar ekan. 8,1. 8,1 mol modda sarf bo'lgan. Shuncha modda nima bo'lgan ekan? Sarf bo'lgan. Ketgan vaqt, demak 1,35 minut. Demak 1,35 minut vaqt ketgan bo'lsa, lekin tezligi bizda sekundda so'rayapti. Shuni nima qilamiz? 60 ga ko'paytirib yuboramiz. Ya'ni 1,35 ni 60 ko'paytirib yuborsak, 81 sekundga to'g'ri keladi mana. Endi formulaga qo'yamiz. Formula V teng sarflangan miqdor 8,1, hajm 10, ko'paygan 81. Hisoblaydigan bo'lsak, 8,1 ni bo'lishimiz kerak ekan 810 ga. 81 bo'lgan 0,1 chiqadi. Demak, bitta yarim yerga surilib 0,01 bo'lar ekan tezlik. Shunda to'g'ri javob A javob bo'ladi. Hop, 6-savolga o'tamiz. Hop, 6-savol. Reaksiya boshlanmasdan oldin moddaning konsentratsiyasi 1,6 mol litr ekan. Demak, 1,6 molyar ekan. 84 sekunddan keyin 0,2 molyar qolibdi. Demak, ayirsak 1,4 molyar sarf bo'lgan, to'g'rimi? Demak, 84 sekund deyapti ekan. Buni biz 60 ga bo'lib yuboramiz. Natijada 84 ni 60 ga bo'lib yuborsak, minutga aylanadi-da, ya'ni 1,4 minut bo'ladi mana. 1,4 minut. Endi tezlik topadigan bo'lsak, sarflangan konsentratsiya 1,4 molyar, unga ketgan vaqt 1,4 minut. Tezligimiz 1 mol taqsim litr minutda beraveradi. Shunda masalan javob yechiladi. To'g'ri javob mana A variant bo'lar ekan. Hop, 7-savol. Savolda nima deyilyapti? Demak, hajmi 0,05 metr kub ekan. Xo'p, reaktor bo'rish natijasida 0,25 minut davomida 8,4 dan 5,9 gacha kamayibdi. Tezligi toping. Demak, buni mingga ko'paytiramiz metr kubni. Shunda bu 5 litr bo'ladi hajm. Xo'p, ketgan vaqt 0,25 minut. To'g'rimi? Buni ko'paytiramiz 60 ga. Demak, 60 ga 0,25 ko'paytirgan 4 ga bo'ldigani. Natijada 15 sekund kelib chiqadi. Xo'p, endi konsentratsiya bizda 8,4 edi-da, 5,9 ga o'tib qoldi. Bu degani 2,5 mol, 2,5 mol sarf bo'lgan. Xo'p, endi nima qilamiz? Formulaga qo'yib yuborsak bo'ladi. V teng 2,5 mol modda sarf bo'lgan, hajm 5 litr, ko'paygan 15 sekund. Xo'p, shunda 2,5 bo'lingan 75 ga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Demak, 2,5 ga 75. 2,5 ga qisqartirib yuborsak, 2,5 ga bo'lsak 1, 75 ni 2,5 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, natijada 30 kelib chiqadi. Ya'ni 1 taqsim 30 deyishimiz mumkin ekan. Demak, javob ham mana A javobda turibdi, 1 taqsim 30. Davom etamiz. 9-savol. Hop, 9-savolda nima deyilyapti? Demak, idish hajmi bor ekan 4 litr. 8 mol modda 20 sekundda 2 molgacha kamaydi. Yaxshi. Demak, ketgan vaqt 20 sekund. 8 mol modda 2 molgacha kamaydi. Demak, 6 mol modda sarf bo'lgan degan. Tezlik topib qo'yamiz. Ya'ni 6 mol 4 litr ko'paygan 20 sekund. Demak, 6 bo'lingan 80. Demak, 6 ni 80 ga bo'lsak 0,075 mol litr sekundga to'g'ri keladi. To'g'ri javob B variant bo'ladi. Xo'p, 10-savolga e'tibor beramiz. 10-savolda nima deyilyapti? Reaksiya qilishayotgan moddalarning birining boshlang'ich konsentratsiyasi 1,5, reaksiya boshlangandan 5 sekund o'tgach 0,5 mol litrga teng bo'lib qoldi. O'rtacha tezlik top deyapti. Demak, 1,5 molyardan 0,5 molyarga o'tib qolish uchun, demak, bu 1 molyar sarf bo'lishi kerak. Shu 1 molyar sarfimiz 5 sekundda bo'lyapti. Bo'lib yuboradigan bo'lsak, 1/5 ga
2 milliard taqsim sekund bo'ladi tezligimiz. Xo'p, shunda to'g'ri javob mana B javobga to'g'ri keladi. Xo'p, davom etamiz. 11-savol. Xo'p, 11-savolda nima deyilyapti? 10 litrli yopiq idishda 0,5 mol A gazi bor. Reaksiya davomida 8 sekund vaqt o'tgach, uning miqdori 0,46 molgacha kamaydi. Tezligi toping sekundda ekan. Yaxshi. Demak, bizda 0,5 mol modda bor edi. Undan 0,46 molni ayirib tashlasak, 0,04 mol modda sarf bo'lgani kelib chiqadi, to'g'rimi? Xo'p, endi tezligi topadigan bo'lsak, 0,04 mol modda sarf bo'lgan. Ketgan vaqt 10 sekund. 10 litr uzr hajm. Ketgan vaqt 8 sekund. Bu degani 0,04 ni bo'lib yuborishimiz kerak 80 ga. Xo'p, agar 0,8 ga bo'lganimizda 0,5 chiqar edi. 0,05 chiqar edi. 8 ga bo'lganimizda 0,205 chiqar. Demak 0,305 bo'ladi tezligimiz. Shunda to'g'ri javob mana A javob deyishimiz mumkin. Xo'p, navbatdagi savol 12. Demak 12-savol aytayaptiki, hajmi 10 litr bo'lgan idish bor ekan mana. Hajmi 10 litr. Idish 12 mol gaz bilan to'ldirildi. 1,5 minut vaqt o'tgandan keyin 9 mol qoldi. Demak 12 mol modda bor edi. Undan 9 mol qolgan bo'lsa, demak 3 moli nima bo'lgan? Sarf bo'lib ketgan mana. 3 mol sarf. Xo'p, endi ketgan vaqt 1,5 minut. Shu 1,5 minut vaqtimizni ko'paytirib yuboramiz 60 ga. Natijada 90 sekund vaqt ketgan bo'ladi bunga. Tezlik topishimiz kerak. 3 mol modda sarf bo'lgan, hajm 10 litr, ko'paygan 90 sekund. Shunda 3 900 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 3 ga qisqartirib yuborsak bo'ladi. Buni qisqaradi 3 ga. 1 taqsim 300 bo'ladi mana. Masalan, javob yechildi. A javob to'g'ri deyishimiz mumkin. Xo'p, 13-savolga e'tibor qaratamiz. Birinchi reaksiyada 1 minutda ikkita reaksiyada vodorod chiqibdi deganda, birinchi reaksiya 1 minutda 2,24 litr vodorod chiqibdi. 22 to'rtga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 0,1 mol vodorod chiqqan. Xo'p, ikkinchi reaksiyada endi shuncha vaqtda deb qabul qilamiz. 2 gram vodorod chiqibdi. 2 gram vodorod 2 ga bo'lib yuborsak, demak bu 1 mol degani. Demak bu birinchi reaksiya, mana bu ikkinchi reaksiya. Endi qarang, ikkinchi reaksiyada 1 mol degani mana bunga nisbatan 10 marta ko'p chiqyapti-da, 10 marta ko'p. Bu degani tezligimiz ham 10 marta tez bo'ladi ikkinchi reaksiya. Ikkinchi reaksiya tezligi birinchisiga nisbatan qanday farq qiladi? 10 marta tez bo'ladi. C javob to'g'ri deyishimiz mumkin. Davom etamiz. 14-savol. 5 sekundda modda konsentratsiyasi 3,15 mol dan 3 gacha kamaygan. Tezligi sekundda aniqlashimiz kerak ekan. Yaxshi. V tezlik 3,15 dan ayrimiz 3 ni bo'lamiz 5 ga. Natijada 0,15 bo'ladi. Buni 5 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 0,03. 0,03. Shunda to'g'ri javob mana B javob deyishimiz mumkin. Xo'p, 15-savolga e'tibor qaratamiz. Xo'p, A bilan mana B reaksiyasi natijasi C hosil bo'libdi. Demak, tezlik bor ekan. 8 milliard taqsim minut tezligimiz. A moddaning konsentratsiyasi 2,4 mol. Boshlang'ich reaksiya boshlangandan necha sekund o'tib A modda konsentratsiyasi 3 marta kamaygan. Demak, 2,4 3 ga bo'lib o'rish kerak ekan. 0,8 qoldi deylik. 0,8 qoldi. Bu degani 2,4 dan 0,8 ga o'tish uchun 1,6 mol A modda nima bo'lishi kerak? Sarf bo'lishi kerak. Ana endi formulaga qo'ysak bo'ladi. Mana tezlik bor bizda 8 teng sarflangan konsentratsiyani bilmaymiz, to'g'rimi? Bilmaymizsak bizda mana bu joyda hisoblab bo'ldik-da shuni. Mana bu joyda bilmasdik masala sharti. Endi bizda mana bu joyda hisoblab olganimiz uchun bu 1,6. Xo'p, unga ketgan vaqtni bilmaymiz qanchaligini. Demak, t ni topadigan bo'lsak, bu 0,2 kelib chiqar ekan. Endi 0,2 bu tezlik minutda bo'lgani uchun 0,2 minut degani. Endi buni sekundda so'raydigan bo'lsa, 60 ko'paytirib yuborsak, 12 sekund bo'ladi. Masalan, javob yechildi. To'g'ri javob mana B variant bo'lar ekan. Davom etamiz. 16-savol. Demak, mana shu reaksiya bor ekan, o'rtacha tezlik bor ekan. A moddaning konsentratsiyasi 2 dan 0,8 ga o'tib qolibdi. Demak, vaqt kerak ekan. Mana formulaga qo'yib yuboramiz-da. Formulaga qo'yib yuboramiz. 0,03 teng. Demak,
bizda sarflanish 2 dan 0,8 ayirsak sarflanish kelib chiqadi. Vaqtimiz noma'lum. Shunda bu 0,03 mana noma'lum vaqt, bu 1,2 ga to'g'ri keladi. Demak 1,2 ni 0,03 ga bo'lsak 40 kelib chiqadi, ya'ni 40 sekund bo'lgan ekan. Shunda masalan javobi yechildi. D javob to'g'ri. Xo'p, 17-savol. 17-savol nima deyilyapti? Hajmi 2,5 litrli idish bor ekan. Mana hajm 2,5 litr. Saxaroza gidrolizdan 10 minutda 54 gram glukoza olindi debdi. Yaxshi, glukozani molini topib olish kerak. 54 bo'lingan 180. Bu 180 glukozaning massasi. Shunda 0,3 mol glukoza, ya'ni C6H12O6 mana hosil bo'lgan. Bunga ketgan vaqt 10 minut ekan mana. 10 minut. Endi biz sekundda so'rayapti-da, 60 ko'paytirib olishimiz kerak. Natijada bu 600 sekund bo'ladi. Endi mana formulaga qo'yib yuboramiz. V teng bizga sarflangan miqdor hosil bo'lgani deylik. Glukoza, ya'ni 0,3 hosil bo'lgan. To'g'rimi? Buni bo'lamiz vaqt 2,5 litrga, ko'paytiramiz buni 600 ga. Xo'p, shunda pastki qismi 1500 ga to'g'ri keladi mana. Tepasi 0,3. Agar 3000 bo'lganda 2 chiqardi. Demak, 3000 bo'lish uchun buni biz 10000 ga ko'paytirishimiz kerak-da. Ya'ni 2 ko'paygan 10 usti minus 4 bo'ladi deganimi endi bu? Shunda to'g'ri javob mana D javob bo'ladi. Keyingisi 18-savol. Hop, nima deyilyapti? A plus B bundan hosil bo'libdi C. Reaksiyaning o'tish tezligi 0,02. A moddaning dastlabki konsentratsiyasi 1 bo'lsa, necha sekundda to'la sarf bo'lib ketadi debdi. Yaxshi. Demak, V teng bizda S taqsim T formuladan foydalanamiz. Tezlik 0,02. Ketgan vaqt noma'lum, lekin 1 mol litr tugatish kerak to'liq. Shunda 0,02 noma'lum va 1 bo'ladi. T ning qiymatini topadigan bo'lsak, demak 0,2 bo'lganda 5, 0,02 bo'lganda 50. Demak 50 sekund vaqt ketar ekan. Bo'ldi, masalan javobi yechildi. To'g'ri javob B variant bo'lar ekan. Hop, 19-savol. 19-savolda nima deyilyapti? E'tibor beramiz. A bilan 2 ta B reaksiyaga kirishi natijasida hosil bo'libdi 3 ta C. B bilan C moddalarining dastlabki konsentratsiyalari 2,5 ga 0. Hop, 10 sekunddan keyin ularning konsentratsiyalari tenglashgan. Moddaning sarflanish tezligi. Demak, B bilan C niki 2,5 ga 0 deyapti. Demak, dastlab bizda B 2,5 bo'lgan ekan. Bu bo'lmasligi aniq, chunki bularning reaksiyaga kirishdan hosil bo'ladi-yu. Shunda bundan x mol sarflansa, bundan 2x sarflanadi. Bundan 3x hosil bo'ladi-da. Ya'ni 2,5 dan 2x mana sarflanib ketsa, 3x hosil bo'lganga teng bo'lsin ekan. Shunda 2,5 taraf bo'lsa 5 bo'ladi. X qiymati 0, demak 2,5 ni 5 ga bo'lishimiz kerak. 0,5 ga to'g'ri kelar ekan mana. Demak x 0,5 mi? Bu a ga ham to'g'ri keladi mana. Demak 0,5 sarflanish bo'lar ekanda. Xo'p, endi V teng tezlik topib qo'yamiz. 0,5 mol litr sarf bo'lar ekan A modda 10 sekundda. To'g'rimi? 10 sekundda mana bu molyar bo'lib yuboramiz. 0,05 molyar taqsim sekund degan. Mana A javob to'g'ri. Hop, 20-savol. 2 litrli idishda sodir bo'layotgan gomogen reaksiyada boshlang'ich modda miqdori 10 sekundda 4 moldan 2 molgacha kamaydi. Tezlik toping. 4 mol bor ekan, demak 2 molgacha kamayibdi. Buni bo'lib yuboramiz. Hajm 2 litr ko'paygan 10 sekundga. Shunda 2 bo'lingan 20 bo'ladi. Natijada 0,1 molyar taqsim sekund. Tezligi birligi mana. To'g'ri javob shunda mana A javob bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi savol. 21-savol. Savol aytilyaptiki, reaksiya tenglamasi bor ekan. A plus B bundan hosil bo'libdi C. Xo'p, gomogen sistemaning o'rtacha tezligi 0,04 ekan. A moddaning dastlabkisi 1,6 bo'lsa, to'la sarflanish uchun qancha vaqt kerak? Yaxshi. Demak, bizda tezlik bor 0,04. 1,6 to'liq sarf bo'lish kerak ekan. Demak, unga ketgan vaqt noma'lum. Shunda 0,04 T teng 1,6 bo'ladi. Demak, T ni topish uchun 1,6 ni 0,04 ga
bo'lib olishimiz kerak. 0,4 bo'lgan 4 bo'lardi, endi bunda 40 bo'lar ekan. 40 sekund vaqt ketadi. Demak, masalan javobi D javob. 22. Xo'p, 22 da ham shunga o'xshash ekan savol. Ya'ni 2,2 bo'lib qolish kerak ekan. 1,8 ga ayirsak, bizda sarf bo'lgan kelib chiqadi. Shundan keyin noma'lum vaqtga bo'lsak, tezligimiz 0,04 kelib chiqqan. Shunda 0,04 vaqt teng 2,2 dan 1,8 ayirsak 0,4. Tengni qiymatini topsak 10 sekund vaqt kerak ekan. Bo'ldi, javob shunda mana A javob deyishimiz mumkin. Hop, 23-savolda nima deyilyapti? Demak, A plus B bundan hosil bo'ldi C. To'g'rimi? C. Hop, o'rtacha tezligi bor ekan. Demak, C moddan dastlabkisi 1,2, 10 sekunddan keyin qancha bo'ladi? Yaxshi. Tezlik 0,04 teng qancha modda sarf bo'lganini bilmaymiz yoki hosil bo'lganini bilmaymiz deylik. Lekin C ni dastlabki konsentratsiyasi 1,2 milliard bo'lganini bilamiz. Endi vaqt 10 sekund ekanda. Shunda x topadigan bo'lsak, 0,04 10 ko'paysak 0,4 milliard sarf bo'lgan yoki hosil bo'lganiga to'g'ri keladi. Shunda mana 1,2 ga buni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 1,6 milliard bo'lib qolgan C niki. Shunda to'g'ri javob mana C javob deyiladi. Agar shu joyda yo A yoki B ni berganda, buni ayirib tashardik, chunki sarflanadi, endi C hosil bo'lyapti. Shuni hisobga olishimiz kerak. Xo'p, 24. Demak, A plus B bundan hosil bo'ldi C reaksiya. Tezlik 0,02, A moddan dastlabkisi 1, 40 sekunddan keyin keyingi tezlik qanaqa bo'ladi? Demak, 0,02 ekan. Qancha sarflanganini bilmaymiz, lekin 40 sekund vaqt ketganini bilamiz. X topadigan bo'lsak, 0,8 mol litr bo'ladi. Mol litr. Bizda o'zi 1 mol litr bor edi, 1 mol litr. Bundan shuncha sarf bo'lib ketdi mana, sarf. Demak, qolgani qancha bo'ladi desak, 0,2 mol litr, ya'ni milliard, 0,2 milliard qoladi deyishimiz mumkin. Bo'ldi, masalan javob yechildi. To'g'ri javob mana A variant bo'lar ekan.